Damas mashinalarida politsiyadan o'tganingizda yoki kattaroq yamaga tushganingizda oldi qismi cho'kib ketadi-yu, ayniqsa bu holat tormoz bosganingizda ham kuzatiladi. Endi shu muammoga men zo'r yechim topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rib turing va albatta videoga bitta like bosib qo'ying. Damas zavodskiy amortizatorni o'qlari kalta bo'ladi. Biz bunga o'qlarni uzaytirib, uslenniy qilib Spark amortizatorda o'qlardan moslab berganmiz. Bu amortizatorlarni qo'yganingizdan keyin boshida aytib o'tgan muammo ham sizda kuzatilmaydi va orqa yurish qismlariga ham xuddi shunday o'qlari qalin, birga bir tushadigan amortizatorlarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Bularning garantiyasi 6 oy. Hozir kommentariyada 2-3 kishi aytishi mumkin. Biz bu ishlarni 3 yil, 4 yil oldin qilardik deb. Xuddi bizning servisda ham 3 yil, 4 yil oldin qilinardi bu ishlar. Juda ko'pchilik kommentariyada Damas haqida ham ma'lumot bering, Damasning shu muammolariga yechim topib bering deyishgan uchun xuddi shu videoni tayyorlab chiqishga qaror qildik. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Xuddi shu amortizatorlar politsiyadan qanaqa o'tishini ham video davomida o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Mana videoni o'zlaring ko'rdilaring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun profilga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni doim berib boraman.